Dunyoni jiddiy qabul qilib shart emas. Chunki baribir undan tirik chiqib keta olmaymiz. Yana onamning bir gaplari bor. Bolam, shuncha qildim tajang, taqdirimdan ortig'i bo'lmadi. Baxt o'zi nimadir men bila olmadim. Sevgi nima ekan tushuna olmadim. Ammo armonlarning azoblaridan qancha tirishsam ham chetda qolmadim. Bu dunyo suvmagan ikki ko'zimga to'lib qoldi ikki tomchi achchiq yosh. Peshona deganga yozilgan ekan, rohat emas faqat chidam va bardosh.